Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar, qarindoshlar, bugungi tafsir darsimizni boshlaymiz. Darsimiz Baqara surasi 67-oyatdan 73-oyatgacha. Bugungi darsimiz asosan Baqara surasi. Buningki qisqacha voqealigini bir so'zlab o'tib, asl darsga o'tamiz. Bani Isroilda bir odam o'ltirilib bir joyga tashlab qo'yilgan, buningki qotili bilinmagan. Shuning bilan ular Musa alayhisalomdan qotilining kimligini biz topolmadik, bizga yordam bergin deganda, Musa alayhisalom Alloh sizlarni bir kala o'tirishga buyurdi dedi. Ular shu vaqtda darhol bir kalani o'tirib, buyruqni ijro qilgan bo'lsa bu ish bitdi. Ammo ular bu kala qandoq kala? Cho'ng kalami, kichikmi? Ala kalami, qora kalami? Ya'ni ishlatgan kalami, ishlatmagan kalami degandek savolni ko'p so'rash orqali ishni o'zlariga qiyinlashtirdi. Mufassir olimlar deydi, oyatningki oxirida va inna inshaallohu la muhtadun deb cho'qim biz Alloh xolisa bu ishni qilguchi degan so'z bo'lmagan bo'lsa-da, bular qiyomatgacha u kalani topolmaydi. Ular ishni qiyinlashtirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga ishni qiyinlashtirib shunda u sifatlangan kaladan faqat bir tal kala bor ekan, u kala bir yetim bolaning kalasi ekan. Onasiga bak yaxshilik qiladigan, dadasi yo'q, onasining xizmatini qiladigan. Oxir bular shu sifatlangan kalani tepib, sitpagan degan vaqtida u bola sotqili olmaydi. Oxiri ular shu kalaning terisi to'shqidek oltinga deyishib, bu kalani setib oladi. Shunga oyatning oxirida fadabahuha va ma kadu yafalun. Bular ilqi kalani o'tadi. Tas qoldi mush ishni qilanmag'lar. Nima uchun desa, bular savolni to'liq so'rab, ishni qiyinlashtirib qo'yib, bu kala qimmatlashib ketganlikdan tas qoldi ya shuni kalani sitib olamag'lar deb oyatda ochiq bayon qilindi. Bundan hamda Alloh va Allohning rasuli bir ishga buyursa, buni darhol kuchimizning yetishicha ijro qilishga tirishish kerak. Har xil savollar orqali, ya'ni bo'libmi vahiy nozil bo'layotgan payg'ambar bilan bir zamonda yashagan kishilarga nisbatan darhol buyruqni o'rindash talab qilinadi. Agar savol ko'paygan sira balkim ish qiyinlashib ketishi, hatto buni o'rinlay olmasligi mumkin. Shunga payg'ambar alayhisolamning bir hadisida payg'ambar alayhisalom ey insonlar, Alloh sizlarga hajni farz qildi, haj qilinglar deganda, sahobalardan birisi ya Rasululloh, har yili haj qilamizmi deb so'raganda, payg'ambar alayhisalom aytgan, agar har yili haj qilisizlar deb qo'ysam, sizlarga har yili haj farz qilish bo'lib qolsa, ado qila olamsizlar. Shuning uchun sizlar Allohning rasuli bir ishga buyursa, shuni ado qilishga tirishinglar. Vahiy nozil bo'layotgan vaqtida ortiq savol so'ramanglar. Sizlarning ortiq savol so'raganliginglar sababidan balkim sizlar qilolmaydigan ishlar sizlarga bir farz bo'lib qolsa, buni keyinchi ado qilinmay Allohningki roziligidan mahrum qilishlar deb ortiq masala so'ramaslikka buyurgan. Asl darsimizga o'tsak, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. İsrail avlatları ecdatlarının qilmishlari, jinoyatlari haqiqatan ko'p. O'z vaqtida ular bilan Musa alayhisalomning o'tirisida bo'lib o'tgan bir voqealikni eslanglar. Musa alayhisalom ularga Allohningki kala bo'g'izlashdan iborat bo'lgan buyruqidan xabar bergan. Ikki taraf o'tirisidagi jidal majra, shu qotillikni bir-biriga to'ngashdan iborat masalalar qilish uchun. Shuning bilan ular bu buyruqqa bo'ysunishning o'rniga nayta qattiqlik qilib, "Ey Musa, sen bizni zangli qilyapsan. Bizga qotilni tepishga yordam ber desak, bizni kala bo'g'izlanglar deb bizni masxir qilamsan" degan vaqtida Musa alayhisalom deydi, "Men Allohga yolg'on so'zlaydigan, insonlarni masxir qiladigan bunday kishilarning bo'lib qilishdan Allohga panoh tilayman. Nauzubillah, men sizlarni hargiz masxir qilmadim, Allohning buyrug'ini yetkazdim." Shuning bilan ular aytdi, "Ey Musa, unda bo'lsa Parvardigoring bir iltijo qilsang, bizga asho bizni o'ltirishga buyurgan kalaning bir sifatini so'zlab bergan bo'lsa." Musa alayhisalom ularga deydi, "Alloh subhanahu va taolo sizlarni shunday buyurdi, bu kala bak yashinib qolgan qeri kalma emas yoki bek kichik, ya'ni yoshga to'shmagan mo'zayma emas, o'tirhal kala bo'g'izlashga buyurdi. Sizlar Parvardigoringlarning buyrug'ini ijro qilishga oldiranglar." Shuning bilan yana ular Musa alayhisalomdan shunday so'raydi.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ular o'zlarininki shu jidallari, talash tortishlari, masalaga cho'nqur kirib ketishni davomlashtirib Musa alayhisalomga deydi: "Ey Musa, Parvardigoringga iltijo qilgan bo'lsang, endi ashkalininki sifatini deb berdi, rangini bir deb bergan bo'lsa, bu kalininki rangi qanday bo'ladi?" Musa alayhissalom ularga aytdi, Alloh subhanahu va taolo aytdi, bu shunda sop-siriq qarg'uvchilarni xursand qildigan, bunda yiroqdan bir ko'rgan odammi bu kalining go'zalligi, chiroyligligidan hayron qoladigan shundaq bir esil kala. Ular deydi: "Qalu du'u lana robbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alayna va inna inshaallohu lamuhtadun." Ular yana shu o'zininki gadinkashligi Allah'ninki buyrug'iga darhol bo'ysunmasdan yana savolga cho'nqurlab kirib, "Ey Musa, Rabbingga bir iltijo qilgan bo'lsang, bizga uning sifatlarini yana bir to'liq bayon qilib bergan bo'lsa." Chunki yuqorqi sifatlar bilan sifatlangan o'zi seriq, o'tir yoshli kalla yomon jiq. Biz bu kallaning orasidan u kallaning qaysi ekanligini ayirib bekitib bo'lmaymiz. Shunga ashuni bir ta'kidlash uchun yana bir so'sang, Alloh xolisa cho'qim biz shu talab qilgan kallani bo'g'izlashga biz yo'l topamiz. Bu ishni biz cho'qim ijro qilamiz. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa alayhissalom ularga dedi, Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi, kalaning yana bir sifati u kala yer haydash bilan dumbisi yig'irib ketgan kalima emas, yoki chig'iriqlardan, o'stan quduqlardan suv tortish orqali ish qilingan kalima emas. Bu kala barliq ayib nuqsonlardan salomat, shu rangi sop-siriq, uchisida hech qanday bir talliq qutu yoki yig'irsim yo'q, shunday chiroyli bir kala. Uning hamda boshqa bir alomat yo'q, o'zining siriq rangidan boshqa rangi yo'q bu kalaning nimasida degan vaqtida ular aytdi, "Endi bizga shu inchki sifatlar bilan shu biz o'ltirdigan kalani endi bizga deb berdi" dedi. Undan keyin u kalani bo'g'izladi. Ba'da avshaku alla yadbahuha bisababil jidal va ta'annut. Ular u kalini naytibak jidal majro qilib, talash tortish qilib, hatto keyin u kalining qimmatligidan tas qoldi shu ishni qilolmag'ili. Va iz qataltum nafsan fadaratum fiha wallohu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyillahu al-mauta va yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Yani bu vaqalikninki asli hamda o'z vaqtida sizlar bir odamni o'tirib qo'yib, o'zaro bir-biringlarga itirishib qo'ydinglar qotilni. Har biri o'zining ilqi qotil degan tuhmatni mudofaa qilish uchun boshqalarni qotil deb tuhmat qiladi. Hatto talash tortish qilib qoldinglar. Alloh subhanahu va taolo gunohsiz odamni o'ltirishdan iborat sizlar yashagan ishni Alloh oshkor qilib berdi. Dedik biz sizlarga shu o'lakni kalining qaysi bir parchasi bilan bo'lsa, shu o'lakni uringlar. Haqiqatan Alloh u o'lakni tirgizidi sizlarga qotilning kimligidan xabar berish uchun. Ular shunday qildi. Bu odam qotildan xabar berdi. Allah subhanahu va taolo mushundaq o'laklarni tirgizganga o'xshash qiyomat kuni mo o'laklarni tirgizidi. Allah subhanahu va taolo sizlarga o'zining qudratini ifodalaydigan ochiq dalillarni ko'rsatdi. Nima uchun? Sizlarning aqlinglarni ish qisilib, Allohga haqiqiy iymon etishinglar uchun. Bu vaqalikninki yana bir azroq qistilmasi, Bani Isroilda bir nayt boy odam bo'lgan, shu o'lib ketgan odam, boy odamda iqtisodi ko'p. Bu odamning ishkilani jiyani bor edi. Boshqa hech qanday tuquni yo'q. Shu odam o'lib ketsa, buning butun boyligi shu ishki jiyaniga qolibdi. Lekin bular oldirab ketib, tog'isini shu kechida o'tirib, boshqa bir qabilaninki tavallikka tashlab qo'yaqliq. Jinoyatni shular atish uchun. Oxirida kalining bir parchasi bilan u odamni birini o'g'andan keyin bu odam tirilib qopib, meni mana shu ishki jiyanim o'tadi deb u qotildan xabar berdi. Shuning bilan bu ishki jiyan uning badaliga qisas ilindi. Mirosdan mahrum qoldi. Agar biroz sabr qilib qotillik qilmagan bo'lsa, u tog'isi o'zining ajilda o'lgan bo'lsa, butun boyligi ularga qolibdi.
Şuna her qandaq adam bir narsaninki vaqti kelishdan burun aldiraydi ekan, uningdan mahrum qoladi degan misolmi shuning asosan o'tirg'i chiqqan. Alloh subhanahu va taolo har birimizni Alloh va Allohning rasuli nimaga buyursa e'tiroz bildirmasdan va buningdan bir chetnab chiqib ketmasdan buyruqni kuchimizning yetishicha ado qilishga muyassar qilsin. Va hammaylarni ta qiyomatgacha Allohga uchrashganga qadar to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin. Yuqorqi hamda oyatlardan ilinadigan bir qancha turli foydalar bor. Buni bir so'zlab o'tib ketdi. Yani aldınqı dərsdiki, bugünkü dərsdiki umumiy foydalar. O'tgangi darsimizda, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib avatishdan ilgirki zikr qilingan kishilarning hukmi. Hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib avatilgandan keyin Allohning huzurida Alloh rozi bo'lgan din bu islom dinidan iborat bo'lib, Alloh subhanahu va taolo islom dinidan boshqa dinni qabul qilmaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasi 85-oyatda aytadi: "Va man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu." Kimki islomdan boshqa dinda talab qiladi ekan yoki agishidi ekan, Alloh subhanahu va taolo u odamdan islom dinidan boshqa dinni qabul qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat bo'lishdan ilgari dunyoda gunoh ma'siyat qilgan osiylarningki jazosini naqd beradi. Bu nima uchun desa, buning bilan boshqa insonlar va'z nasihat oladi va Allohning buyrug'iga xiloflik qilishdan hazar qiladi. Şuna kişilerge ibret buluş ve başkalarını yaman işten çeklaş için bir kısım kişilerge dünyada ceza elan kılındı. Şuna katilini öldürüş degen İslam dininin prensipide bir adamını kasten öldürürse kısas ilinadi. Bu arkalık adam öldürüşünü cemiyette tüketkili yoki azaytkılı boladı. Çünkü men birisini öldürsem kısas ilinip men öldürülüp gitkenmen dep birisi öldürülgenden keyin başkalar bu yaman işni katillik kılışqa qadam bisishdan özüne to'xtatib qo'ydi. Hozirgi jamiyatlarga qaraydigan bo'lsak, beguna odamlarni o'tirib etgan, 4-5 yil turmada diplom qo'yib etgan, shunga insonlarningki qini eng arzon e'tiborsiz bir narsaga aylanib qolganlik. Har qanday yerda Allohning qonun bo'ladi ekan, Qur'on hadisning hukmi bilan hukm qilinadi ekan, bu yerda insonlar nihoyat aziz, xotirjam, tinch, farovon turmushda yashaydi. Oyatning yana bir foydasi, har qanday bir odam hamda shariatda kengir qilib bergan ishni nihoyat qattiqlashtirib, tarlashtirib, ya'ni shu o'ziga qattiqlashtirib oladi ekan, bu ashuni qattiqlashtirganlik sababi bilan o'zi jazoga uchrab qoladi. Shunga shariat kengir yo'lga qo'ygan, shariat ruxsat qilgan ishlarni buni tar doiraga akirib olmaslik kerak. Alloh o'zining bandalariga mehr shafqat qilib, o'zining shariatini kengir qilib bersa, dinni osonlashtirib bersa, buni shu Alloh kengir qilib bergan, osonlashtirib bergan yo'l bilan tushunmay yoki tushundirmay Allohning shariatini tarlashtirib, Alloh rahmat qilgan ishlarni tiximi cheklab boshqalarga qattiqlik qilsa, buning oqibatininki yaxshi bo'lmaydiganligi bayon qilinadi. Alloh subhanahu va taolo hammalardan rozi bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.